Nimaga jigar deydi? Shuni savol berganmisiz? Jigar, ukangiz jigar, okangiz jigar, opangiz jigar, singlingiz jigar. Odamni ichidagi jigari qonni tozalab, iflosni o'ziga oladi. Haqiqiy jigar sizga otilgan toshlarni o'ziga oladi. Deydi bo'lganda. Axir bitta joydan, bitta qonda dunyoga keladi. O'sha siz yotgan joyda, vujudga kelgan joyda ukangiz ham yotadi. Tanangni har bir a'zolariga toza qon yetkazgan jigar bo'ladi. Qoningdagi bor chiqindilarni o'ziga qoldirgan ham jigar bo'ladi. Jigarni qadriga